Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana dushanba kuni Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg yo'lga chiqib ketadigan avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Qo'yliq vodiy petagidan davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz. Amaki o'tib olay. Endi ketasizmi? Ha, ketaman. Hozir mana yutuqlarni qo'yamiz, ekranga ishonchli raqamlarni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Mana ukalarimiz yo'lga ketmoqda. Avtobuslarimiz komfort, konditsioner hammasi ishlaydi. Zaryadkalarimiz. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz aka-ukalar. Qo'yliq vodiy petagidan. Bolajon, qaq ketyapsan, qizim? Dadasini oldigami? Malades. Mana. Akalar, avtobusimiz yurdi mana. Xudo xolasa vatandoshlarimiz yo'lga chiqib ketadi. Akalarimiz zo'r. Aka nima deysiz? Zo'r aka, Zo'rmi? Sharoitlari zo'r aka. Kelaverasizlar, vodiy peta. Gapi aka. Sog' bo'ling. Akalarimiz ishlaydi aka, yurganda qo'shib beradi aka. Yo'q, ichida tinchlik yo'q. Solash tushadi, bemalol tushadi. Tushadi. Aka nima deysiz? Vatandoshlarga. Qayerdan o'tirdingiz aka? Qashqadaryo. Yo'q, va bu Qashqadaryodanmisiz? Qayerdan o'tirdingiz avtobusga? Qo'yliqqa. Qo'yliq vodiy petagidan, to'g'rimi aka? O'zbekiston davlat tomonidan qo'yilgan avtobusmikan aka? Nima deysiz vatandoshlarga aka? Hammasi zo'r. Zo'ra kelaversinmi? Ekranlarga akalar ishonchli raqam qo'yamiz. Rossiya, O'zbekiston. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Batafsil murojaat qilaveringlar. O'zimiz javob beramiz aka-ukalar. Like bosinglar, podelitsiya qilinglar. Ekranga akalar xalqimiz ko'rsin. Mana akamiz ham Andijonli aka. Nima deysiz andijonliklarga? Liboy kelaversin. Kelaversin. Zo'ra. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar.